Alo. Kim? Nima yurish shu yarim yalang'och? Ochiq sochiq. Chiroyli. Ular uni yalang'och yursa, Ertaga shunaqa. Kelasizmi? chiroyli bo'ladi. Kelasizmi oldingiz? Bu nima yurish bu yarim yalang'och? Uzun Bunasi tezkor. kiyib olsang bo'lmaydimi ustingga? Uzun tezkor, adekvatniy kuryerlarni ishga olishingizni so'rab qolardim. Chunki уже ko'chada yurishga ham qo'rqib qoldik. Erta-indin qo'lda pichoq yo'q. Metelsimga to'g'ri kelmaydi. O'ldirib qo'yish mumkin bo'lmasa. Nimadan ko'chada yurishdan qo'rqasiz? Bunaqangi bolalar ishonaman, men %100 ishonaman. Hattoki bir hirsiy qarash bilan ham qarashmaydi. Mana shunaqangi halol pok bolalar borligidan men faxrlanib ketdim. Uzun tezkorga agarda mana shu bolani ishdan olmagan bo'lsa, просто respekt, bu bolaga ham respekt. Bunaqangi halol pok bolalardan yomonlik chiqmaydi, halol pok ishlaydi. Sizlarni ishlaringga barakot keladi shunaqangi yigitlarning orqasidan. Mana shunaqangi o'zbegimli yigitlari borligidan faxrlanib ketdim. Na o'zini o'yladi, na ishini o'yladi. Bu bolani misol ishdan haydab yuborgan taqdirda ham men o'ylayman, O'zbekistonda ishsiz qolmaydi. Chunki bu bolani qo'llab-quvvatlaydigan mard insonlar juda ham ko'plab topiladi. Bolaga просто respekt, krasavchik.